Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Bir kunimiz Hindistonda, inshaalloh mana O'zbekistondan onkologiya deb kelgan akamiz, Jamshid akamiz bugun operatsiya kunlari, ya'ni ularga urologiya bo'yicha chiqdi. Hozir muammo onkologiya deb kelishuvdi, lekin urologiya tomonidan muammo bor ekan, ya'ni CD yo'lida tiqilish borligi uchun ularga stent qo'yishni doktorlar maslahat qilib aytishdi. Inshaalloh mana hozir akam o'tiribdilar. Aka, o'zingiz qanday his qilyapsiz? Yaxshimi? Inshaalloh duodamiz, ko'pchilik ham inshaalloh aytadi, duoda bo'lib tursin, inshaalloh yaxshi bo'lib chiqing. Allohim sog' salomat O'zbekistonga qaytib borishni nasib qilsin aka. Sog' bo'ling. Inshaalloh duoda bo'lib turasizlar. Albatta, xolasa akam eson-omon operatsiyadan chiqib olsinlar. Albatta sog' salomat qaytib kelishlarini tilab qolamiz. Akamni operatsionni xonaga olib kelyapmiz hozir. Inshaalloh salomat chiqsinlar. Wait. Operatsionni xonaga hozir keldik, mana akam ketdilar. Inshaalloh hammalardan shu akam haqqiga duo qilib turishlarini so'raymiz. Eson-omon chiqib olsinlar. Inshaalloh duoda bo'lib turasizlar. Akamni ham dardlariga Alloh shifo berib, sog' salomat qaytib borishlarini so'rab qolamiz. Hammalarni duo qilishini so'rab qolamiz. Alloh rozi bo'lsin duo qilganlardan, sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar.